Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed. Uyg'urlarning chiqish yo'li qayerda deb so'rgan bo'ladi. Ey Rasulullah, bizning ahvolimiz mushundan o'tib ketamdi. Bu taqdir o'zgarmasmi degan savol doim qo'lim keldi. Allohning rasuli biz bugun nayt tez bir japa mushaqqat qilib qoldik. Biz zulmning tegi qilib qoldik. Biz bu zulmdan qanday qilib qutula olamiz? Biz nima qilishimiz kerak degan haqida so'raydi. Butkul hayotim bilan shu payg'ambar alayhisolamningki xizmatini qilgan bo'ldim. Birinci o Peygamber Aleyhisselam'ı yani hayacan ruhumdan kalbim katı kucaklardım. Koluğu suyardım. Ya Resulullah sen Allah'ın ki rahmeti, merhametiyle bizi peygamber etip evetilden benim bu dünyadaki senin birinci o en suyunduğunum sen bizden hurafat, cehalet, karanlıktan Allah'ını tanıtkan, dünya ahirette bizge necatlık göstergen bir yolunu, bir İslam'ını, bir nurunu geldiğin için sana Allah'ın rahmeti, merhameti ve salam olsun deydim. Hozirgi musulmonlarningki umumiy ahvoli to'g'riliq qanchalik yuragimizdan kuyayotganligini Rasululloh yetkazgan bo'lardik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki ummati degan savolni butkul dunyoga qaytadan bir jakarlab berishni va shundaqla vido xutbasida aytgan sizlarning oranglarda oq qorning farqi, boy kambag'alning farqi yo'q. Faqat sizlarning o'tiringlardagi farqlarning hammasi Allohga bo'lgan taqvodorliginglar degan shu dunyoviy jakariningki bugungi dunyodagi musulmonlarga ve itibarsız kılınmayotgan kavimlerge ve şundaqla bir-birisiga yaraqlashib ketib qolgan musulmon ummatiga qaytadan amaliy ispisal bilan bir jakarlab berishini haqiqatan so'ragan bo'lardim. Rahmat. Men Peygamber Aleyhisselam'dan hozirgi ummatningki fikri tushanchalari to'g'risida so'ragan bo'lardim. Eng to'g'risi bo'lgan yo'lningki qaysi ekanligini ko'rsatib qo'yishni so'raydim. Ayet Furqonni tushundirgan imonni Muhammedur Rasulullah. Ya Rasulullah sizni bak sig'indik. Bugungi musulmonlarning holatidan shikoyat qilgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolam yaxshi ko'rganligini bildirishdan iborat ko'ngil so'zim bor. Biz yanılan Peygamberimiz kılgan en yürek sözümüz biz sizin ümmetiniz. Biz sizni ne kadar suyumuz ki canımızdan, melimizden, ata-anamızdan yukarı yaxşı görürüz. Siz için canımız fida. Rahmet Allah'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen böylelikle cihat kılışını ve Allah'ın dinini âli kılış için birge yaşaşını soradım. Peygamberimizden Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden günahlarımızı Allah Teala'nın namına şefaat kılıp bir kutuluşa vesile bo'lgan bo'lsalar deydi. Bizga dunyo va oxiratlik baxt saodat tilagan, dunyo va oxiratda bizga yo'lboshchi bo'lgan isil bir zot ekanligidan suyunganligimdan men o payg'ambarimizga rahmat aytgan bo'ladim.